Ogoh bo'ling, yana bir dahshatli xabar tarqaldi. Turkiyada yana bir o'zbekistonlik ayol o'ldirilganligi aytilmoqda. Turkiyaning Istanbul viloyati Moltepa tumanida 2019-yilda tug'ilgan, yo'qolgan deb qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ayol eri tomonidan o'ldirilgan deb gumon qilinmoqda. Ma'lum qilinishicha, 2019-yilda opasi Sevara Zohidova tomonidan qidiruvga berilgan 36 yoshli marhuma Hurriyat Tursunboyeva eri Ersin Y 37 yosh tomonidan o'ldirilib chiqindiga tashlangan. Aniqlanishicha, Ersin uning jasadini bir oy davomida yashirgach, bo'laklarga bo'lib, chiqindi konteyneriga tashlagan. Holat yuzasidan Ersin Y va voqeadan keyin unga yordam bergan do'sti Anil Y qo'lga olingan. Istanbul politsiya boshlig'i topshirig'i bilan eski yo'qolganlik ishlari qayta ko'rib chiqilishi boshlangan. Shu doirada 2019-yilda O'zbekiston fuqarosi Sevara Zohidova tomonidan singlisi Hurriyat Tursunboyeva bilan bog'liq Anadolu bosh prokuraturasiga berilgan ariza qayta tekshirilgan.